Shanba oddiy kuni dam olaman deb odamlar bir haftalab ishlaydi. Bir kun damini mol bozorida yoki qo'y bozorida, qushxonada, qatladadir o'tkazadi. Biz o'sha narsani sizlar oilalar bilan ko'proq bo'linglar degan maqsadda borib bizga 1 soat vaqtni ajratsanglar bo'ladi. Borganimizdan keyin 1 soatda chiqib ketamiz. Qolgan ishinglarni, oilalarni, ota-onalarni, qariyalarni, kasal odamlarni ko'rishga vaqt ajratinglar. Обязательно bir kun qolib sizlar bozorga borib bu ish bilan shug'ullanmanglar. Bizni qilinglar, bizga barakani bersin. Alloh bizani duo qilinglar. Biz sizlarga chiroyli qilib berib ketinglar. Agar kam ko'z bo'layotgan bo'lsa, nimadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol telefon qilib, mendan yoki meni gruppamdagi bolalardan shikoyat bo'lsa, kamchilik bo'lsa, men nomerim bor, opsiyaning tagida qoladi, обязательно. Kimdir xato qilsa, menga telefon qilsanglar, men sras to'g'rilayman. Qo'y olib borib, masalan, so'yilgandan keyin yoqmadimi sizlarga? Osish holati. Osilgandan keyin, "Yo, menga qo'ying yoqmadi, siz bo'lib qaytarib olib ketadi qo'yni. Boshqa qo'y olib borib so'yib beradi kerak bo'lsa." Shunaqa darajada uslugani akkuratlik qilish, kuchaytirishga harakat qilyapman. Endi hamma joyga o'zim mushpet qila olmayman. O'shaning uchun bolalar borishyapti. Kamchilik xatolari bo'lsa, sraz menga telefon qilinglar, men tuzataman. Qo'limdan kelgancha.